Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar-ukalar. Mana magazinimizda 304 markali mini traktorimiz naveslik ko'rishingiz mumkin. Video obzorini qilib beramiz. Yuvib tayyor holatga keltirib, sotuvga tayyor qilib qo'yildi. Oldi-orqa tortadi. 3 portion 30 ot kuchli, mana ko'rishingiz mumkin. Motori Yuto motor. Yuto Lidi motor, Xitoyning original motorlaridan 304 30 ot kuchli mini traktorimiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana massa uzgichlari bor. Rollari gidravlika bo'ladi. Radiator orqali sovutiladi. Radiatorli motor. Motorimiz kardanli motor bo'ladi, akalar. Xo'p, bunimizda garantiyalari bor. Motorlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana motorlarni ko'rishingiz mumkin. 3 ta portionli salarkali motor. 2 litr, 2,5 litrgacha rasxod qiladi. Akkumulyatorlari katta akkumulyatordan qo'yilgan. Geliva akkumulyator bo'ladi. Oldi-orqa tortadi, mana ko'rishingiz mumkin. Traktor chakalarimiz yaxshi bo'ladi. Masalan, ulaydiganlari Belarus deb sotiladigan Belarus chimgan traktorlarimiz motorlari ham xuddi shundan bo'ladi, akalar. Bizniki Xitoyniki 22 kilovatli bo'ladi motori. Bunimizda xo'p, skorlari 4 ta oldinga, bitta orqaga bo'ladi va 2 ta quyon toshbaqa skori bo'ladi. Jami 7 ta skor bor. Oldini qo'shib ajratadigan bor. Ichki bartovoy, tashqi bartovoy emas, ichki bartovoyli. Orqa ichki silindrli ham, orqa insholi shunday bosadi. Tashqi silindrsiz, tashqi silindrlisi ham bor. Xo'p, bunimizda garantiyasini 6 oy 1 yilgacha beriladi motor korobkasiga. Orqasini legirovka hissalaring bo'ladi. Oldini ham bemalol balonlarni teskari hissalaring 60 agatga bemalol tushaveradi. Buni ko'rishingiz mumkin. Manzilimiz Toshkentdan vodiyga kiraverishdagi yangi magazinimizdan video obzor qilib boryapmiz. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa traktorlar videoning tagidagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Mana shu turishini akalar $7100 qilib beramiz, kamini qilib beramiz, murojaat qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Orqasidagi toshlari ham mana 404 larning toshidan, katta toshlardan qo'yilgan katta korobkali mini traktorimiz.